Koreyada o'zbek qiz o'zini o'zi osib o'ldirgani uchun tinmasdan negativ fikr bildirayotganlarga video murojaat qilmoqchiman. Iltimos aytinglarchi, qaysi vijdon bilan o'zinglarni vatandoshinglar, o'zinglarni dindoshinglar haqida shuncha negativ fikr bildirasizlar? Shaxsan meni tarbiyamda fohishani fohisha deyishga qo'rq, oilangda ayollar bor. O'g'rini o'g'ri deyishga qo'rq, oilangda erkaklar bor deb o'rgatishgan. Kommentariyalarni o'qib shok bo'lib qolaman. O'zi unaqa qiz, o'zi bunaqa qiz, shunaqa ish qilganki, mana shunaqa bo'lgan yokida Koreyada yashaydiganlarga ataka bo'lgan. Men hech kimning fikrini tushuna olmadim. Odamlar, insonlar birovga oson tutmanglar. Alloh uni sinov bilan sizni ham sinashi mumkin. Mayli u qiz o'zini o'zi osib o'ldiribdi. Men u qizni yonini olayotganim yo'q, yaxshi ish qilgan demoqchi emasman, lekin bir inson o'lib ketdi. Tushunyapsizlarmi? Ungacha bo'lgan hayotchi. U qiz o'zini o'zi o'ldirishiga nima sabab qilgan? Qanaqa hayot yashaganki shu darajaga olib kelgan? Icharkan, chekarkan, unaqa ekan, nikohsiz yasharkan, deyapsizlar. Sizlar ustida turib ko'rganmisizlar ko'zinglar bilan yoki qo'linglar bilan ushlaganmisizlar? Ikkita internetda ko'rgan videolarga ishonib, bir o'lib ketgan qiz haqida shuncha negativ yozish uyat emasmi? Bu dunyoni tark etgan, olamdan o'tgan qizi Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Nimaiki gunoh qilgan bo'lsa, Alloh o'zi kechirsin. Muhokama qilish bizga emas. Unutmaylik, bir insonni bittagina yomon amali bilan uni yomonlashga, haqorat qilishga bizning haqqimiz yo'q. Chunki bizda ko'rmagan, bizda bilmagan qancha savob amallari bor bo'lishi mumkin. U qiz mayli o'lib ketdi. U qiz hech qanaqa haqiqatni bizga gapira olmaydi. Aslida nima bo'lgan, nima sabab bo'lgan, haqiqatdan o'zini o'zi o'ldirganmi? Iltimos, u qiz ota-onasini o'ylaylik. Sizlarni har bitta kommentariya bilan u qizni ota-onasini qalbi qanchalik og'rishini bilasizlarmi? Bitta insonni qalbini og'ritish qanchalik gunohligini aytishga hojat yo'q menimcha, hamma bilsa kerak. Aytishadi-ku, o'lgan o'lib ketadi, qolganga qiyin. Ayniqsa u ota-ona bo'lsa. Men bu videoyimda u birga yashagan erkakka ham, boshqa birovga ham yoki u qizni ham yomonlamoqchi emasman. Chunki haqiqatda biz ko'rmaganmiz, hech narsani guvohi bo'lmaganmiz. Men sizlardan oxirgi marta iltimos qilgan bo'lardimki, o'lib ketgan inson haqida buncha negativ yozmaylik. U qizni Alloh gunohlarini kechirsin, oxirat obod bo'lsin, yaqinlariga sabr bersin. Men faqatgina u qizni ota-onasini o'ylayapman. Tanimagan, bilmagan, ayniqsa o'lib ketgan inson haqida negativ fikrda bo'lmaylik iltimos.